Assalomu alaykum do'stlar. Rasul Metal Temir bozorga nimalar keldi, nima yangiliklar keldi, hammasini obzor qilaman. Sizlardan bitta iltimos, nima kerak bo'lsa yozinglar, kommentariy qilinglar, narx-navolarini chiqaraman, obzor qilib beraman akalar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yamiz, like bosamiz, kommentariyalarni bong'illatamiz. Qani boshladik. Listlarimiz bor, 6 listlarimiz kelgan, reflonka listlar kelgan, qalin. Shvellerlar bor, shashlikyo'raga ko'proq oladi akalarimiz, mangalga 24, 27, 30 lik shvellergacha bor. Katta manaqa o'choqlar kelgan yangilik. 325 katta turba qo'rlar bor, 219 turbalar kelgan yangilik. Hammom bani, titan pechkalar, o'choqlar, jamiki bo'lgan narsalar hammasi shu yerda tayyorlanadi. Yangiliklarimizdan yana kelgani ferma kelgan akalar, 6 metrdan fermalar kelgan. Bemalol ko'taraveradi, ko'rinishi kichkina bo'lgani bilan, lekin baquvvat akalar. Hozir bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta, bir 12 tacha bor bundan fermadan, 6 metrlik fermamizdan. Shvellerlar kelgan, qalin 16 lik shvellerlar. Azbiz turbalarimiz bor. 400 lik azbizlarimiz bor. 325 turbalarimiz. İnternetdan obunachilarimizga berib yubordik, baryerimiz keluvdi. 120 ming so'mdan berib yubordik. Rossiyskiy turbada bo'lgan, gladkilari 12 lik gladki. Turbalarimiz bor. Quvurga ko'mib yuborgan katta turbalar. Azbizlar har xil razmerlari kelgan. Aytmoqchiman, Duxtavr shvellerlar kelsa ham har xil razmeridan bor. Xohlasanglar yangisidan bor, xohlasanglar eskisidan bor. Turbalarimiz bor. Mana bu yerda arzon turbalarimiz ham bor. Holatlari uzun-uzun. Ko'rishinglar mumkin. 400 metr. Viloyatlardan bo'lsa, ko'proq bo'lsa, hunarmandlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Bozordan yig'ib to'plab beramiz. Nimaiki narsa kerak bo'lsa, topolmayotgan narsalarni ham topib beramiz. Telegram gruppa kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin akalar. Svarka xizmatlari bo'lsa ham aloqaga chiqinglar. Qo'limizda svarchilarimiz bor, borib qilib beradi. Xohlasanglar yangi temirdan qilib beramiz, xohlasanglar eski temirdan qilib beramiz. Bu meni joyim. Rasul Metalning joyi bu akalar. Qo'shimcha savollar bo'lsa yozinglar, to'liq obzor qilamiz. Hammaga rahmat, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.